Texnologiyani ko'rganman, elektromobillarni ko'rganman, lekin mototsiklni, elektrini endi ko'ryapman aka. Qanday qilib bu og'ir yukni ko'tarishi bor, qanday yuradi bu? Otabek aka, ushbu modelimiz Eldoshda yangi ishlab chiqarilayotgan elektrli mototsikl hisoblanadi. O'zbekistondagi ma'lumcha yagona shu garantiyasi bor elektrikli mototsikl hisoblanadi. Yo'q, albatta. Nimaga deganda ko'p joylarda suhbatda bo'lamiz, so'raymiz, raqobatchilarni bir naqasini qiziqib ko'ramiz. Birontasidan garantiya degan narsa yo'q. Sababi elektrli mototsikl hozirda juda bir yaxshi, lekin dozik jihatlari bo'yicha boshqa modellardan ajralib turadi, benzinli modellardan. Ushbu mototsiklimiz bizlar o'sha iste'molchilarni shu gaplarini bir o'qib, o'rgangan holda shu mototsiklni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Sababi mototsiklimiz 1 tonnagacha yukni bemalol ko'tara oladi. 1 tonnagacha? 1 tonnagacha, albatta. Elektr bilan? Elektrli. Juda kam xarajatli, 4 soat zaryadka bilan bemalol siz 90 kilometr masofani bemalol bosib yurishingiz mumkin. Ushbu mototsiklimiz 1.30 ga 2 metrlik kuzov bilan jihozlangan. Bu ne standart kuzov hisoblanadi. Sababi hozir ko'chalarda 1.80 ga 1 metrlik kuzovli mototsikllar sotiladi. Bu mototsiklimiz 2 ga 1.35. Ya'niki bunga ham bemalol gipsokarton shifrlarni bemalol solib haydab yurishi mumkin. Muammosi yo'q. Mototsiklimizning asosiy jihatlaridan biri ushbu mototsiklimizda 105 amper 72 voltli litiy akkumulyator o'rnatilgan. Bunaqa akkumulyatorlar bizning bozorimizda juda ham kam kuzatiladi. Sababi ushbu akkumulyatorimiz juda ham qimmat, lekin kafolatlangan. Qancha kafolati bor? Ushbu mototsiklimizda zavod tomonidan 3 oy yoki 2000 kilometr kafolat beriladi. Mototsiklimizning dvigatel qismiga kelsak, mototsiklimizda 2000 kilovatlik dvigatel turibdi va 2000 kilovatlik motor miya turibdi. Ushbu dvigatelimiz ham o'sha 1 tonnagacha bo'lgan yukni ko'tarishga mo'ljallangan. Aka, bu o'zi ko'tardingiz, bu samosollar ham desam bo'ladi? Yo'q, mototsiklimizda xizmat ko'rsatish hammasi kuzovda takkida bo'lganligi uchun mototsiklimizning kuzovi qo'l orqali ko'tariladi. Ushbu mototsiklimizda samosol tizimi yo'q, lekin yaqin kunlarda samosol tizimini ham ishlab chiqarishni biz yo'lga qo'yganmiz. Tushunarli. Xo'p, yana qanday xususiyatlari, afzalliklari bor? Ko'ryapman, lekin tablosi juda ham bitta monitorcha qo'yilgan, juda ham skromli chiqqan. Ushbu monitorimizda siz mototsiklni qancha zaryadi qolganligi va qancha masofa yo'l bosib o'tishingiz mumkinligini ko'rsatib o'tilgan. Skorostini ham ko'rsatadi. Albatta, tezligini ham ko'rsatib o'tadi. Mototsiklimiz 3 xil rejimda ishlaydi, ya'niki ekonom, normal va sport rejimida. Bemalol, albatta, ushbu mototsiklimizda ushbu tizim bor. Yana eng asosiysi ushbu mototsiklimizda понижающий передача скорости ham bor. O'sha o'tgan videolarimizda ham aytib o'tganmiz. Bu понижающий передача скорости juda ham kerakli, sababi tepaliklarga chiqishda yuk bilan bemalol chiqib olasiz. Tushunarli. Yana qanday xususiyatlar bor? Ushbu mototsiklimizda eng asosiy xususiyatlari hammasi ana shu akkumulyatorda. Nimaga deganda elektrli mototsiklda eng asosiy yurak qismi bu akkumulyator hisoblanadi. Nimaga deganda siz bitta mototsikl oldingizmi, ushbu akkumulyatori kamida sizda 4 yil xizmat ko'rsatishi kerak. Shu uchun akkumulyatorga juda ham bizlar juda ham katta e'tibor qaratyapmiz. Sababi, masalan, eshitamiz, mototsikl oldim, lekin 50 kilometr emas, 30 kilometr yuryapti. Qishda vobshe yurmasdan qolyapti. Dvigatelni kuyib qolyapti degan gaplar bor. Bunda unaqasi bo'lmaydi. Bizlarda endi bu texnika bu avvalambor buzilishi mumkin, lekin kafolati bor, lekin bizlarda o'sha aytilgan raqamlar, ya'niki bir zaryad bilan 90 kilometr masofani 1 tonna yuk bilan bemalol bosib o'ta oladi. Bunga bizlar kafolat beramiz. Tushunarli. Litiy akkumulyator ko'p savol beradi-da, ushbu akkumulyatorimiz qolgan akkumulyatordan, ya'ni eski avlod akkumulyatori bilan nimasi bilan farq qiladi deyshadi. Ushbu akkumulyatorimiz birinchidan 8 soat emas, 4 soat zaryadga oladi. Tezroq oladi. Qishda ham, yozda ham bir xil masofani yo'l bosib o'tadi. Demak, unaqa sovuq bo'ldi. Yo'q, bunaqa muammosi yo'q. Bu o'sha mavsum tanlamas, shu akkumulyator bu. Aka, buni uyga zaryadga qo'ysa ham bo'ladi? Albatta, ushbu mototsiklimiz o'sha 220 voltli bemalol любой joyga, xohlagan joylarga zaryad qo'yishlari mumkin ushbu mototsiklimizda. Aka, ko'rdim, mototsikl haqiqatan ham zo'r ekan. Xarajati umuman yo'q desa ham bo'ladi. Menimcha bu bir
kuniga 2000 ga 3000 lik svet xarajat qilsa kerak bo'ldi-da. Albatta, juda ham bir arzon, kam xarajatli mototsikl iste'molchilarimizga bizlar taklif beramiz. Baribir ham xohlaymizmi, yo'qmi, benzinli mototsiklarimizning kuni o'tyapti, davri o'tyapti. Hamma Zamon rivojlanmoqda. Zamon rivojlanmoqda. Ko'plar masalan aytadiki, masalan menga ovoz chiqartirmaslik kerak, shavqin bo'lmasligi kerak. Bir o'zidan masalan paxta treslarida ishlatishadi. Juda ham yaxshi o'zini ko'rsatyapti o'sha mototsiklarimiz. Tovuq fermalarida juda ham yaxshi ko'rsatyapti. Oddiy o'sha molxona fermerlarida ham juda ham yaxshi o'zini ko'rsatyapti. Ushbu mototsiklimizda endi yo'l tekis bo'lsa, ravon bo'lsa, yuk bo'lsa bemalol xohlagan kishi ishlatib yurishi mumkin. Aka, oxirgi savol. Narxi necha pul? Ushbu mototsiklimizning narxi butun respublika bo'yicha dilerlik markazlarimizdan 22 million so'mdan xarid qilib olishlari mumkin. Barcha viloyatlarda narxi bir xil. Albatta, o'zimiz yetkazib beramiz viloyatlarga, o'sha dilerlik markazlarigacha, o'sha yerdan ham Samarqand shahridagi zavodimizdan ham bir xil narxda 22 million so'mdan xarid qilib olishlari mumkin. Unaqa narsasi yo'q. Samarqandga zavodga kelsam, arzon qilib beradi. Yo'q. Ko'p odamlar shuni so'raydi, masalan, telefon qiladi, aka zavoddan olsak bir xilmi, biz aytamiz. Yo'q, aka, sizlarga qulay bo'lishi uchun va ya'ni kelajakda bizlar servis ko'rsatishimiz ham osonroq bo'lishi uchun borib dilerlik markazimizdan xarid qilib oling deb tushuntiramiz. Narxi bir xil. Hamma joyda bir xil narxda turadi ushbu mototsiklimiz. Rahmat aka. Otay aka, sog' bo'linglar, charchamanglar. Bizni kuzatishda davom eting. Like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi videolarimizda boshqa modellarini ham Shohrux aka bilan birga obzorni qilamiz. Albatta. Rahmat.